Assalomu alaykum pazandalarim, kanalimga xush kelibsiz. Bugun tushlik tayyorlaymiz. Bir dona kichikroq karamni shunaqa orqa o'zak tarafini o'yib olib tashlaymiz va qaynab turgan suvga solib 10 daqiqa qaynatib olamiz. Karamni qattiq tarafini pastga qaratib qo'yamiz suvning ichiga. Endi esa bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan qiyma tayyorlab olamiz. 3 dona piyozni mayda qilib to'g'rab, sharoitga qarab go'sht solamiz. Men uyimda bor go'shtni ishlatdim. 150 gram atrofida va 4-5 osh qoshiqda guruchni yuvib, uni ham solamiz. Tuz solamiz, zira solamiz va murch solamiz. Yaxshilab qo'limiz bilan g'ijimlab aralashtirib, qiymamizni bir chetga olib turamiz. 7-8 daqiqa vaqt o'tgandan so'ng qaynoq suvdagi karamni olamiz va yaproqlarini ajratib olamiz. Xohlasangiz muzdekkina suvga solib yuborsangiz sovib qoladi. Menda hozir issiq. Karam yaproqlarini ajratib oldik. Endi buni ichiga nachinkasini solib, o'rab chiqamiz. Karam yaproqlarini butun holicha ishlataman, chunki karam juda ham kichkina. O'rtasidagi qattiqroq joyini olib tashlaymiz. Do'lma tayyorlash juda ham oson. Agar uyingizda go'sht tugab qolgan bo'lsa, oddiygina guruch va piyozdan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Salgina dumba yog'lardan to'g'rab solib yuborsangiz, juda ham mazali bo'ladi. Uyimda go'sht tugab qoldi deb o'tirmasdan bemalol tushlikka yoki ujinga tayyorlashingiz mumkin. Menda ham juda ham ko'p go'sht qolmabdi, xolodilnigimda borini ishlatdim. Endi qizib turgan qozonimizga bir osh cho'michda oddiygina o'simlik yog'ini solamiz. Xohlasangiz paxta yog'idan foydalansangiz ham bo'ladi. Menda pista yog'i. 1 kilogram kartoshkani solib, yog'imizga cho'miltirib olamiz. Qozonimizni qopqog'ini yopib, dimlab pishirsak, tezroq tayyor bo'ladi. Kartoshkalarni qizartirmadim, faqat yog'ni o'ziga qovurib oldim. Endi bunga tuz solamiz va o'zingiz xohlagan ziravorlardan ishlatishingiz mumkin. Men kashnich urug'i soldim, zira soldim. Qovurilgan kartoshkamizni ustiga tayyorlab olgan do'lmalarni joylab chiqamiz. Siz hozir O'zbek Qaynona TV kanali bilan birgasiz. Bizni videolarimiz oxirigacha ko'rganingiz uchun va bizni kuzatib turganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Do'lmalarni ustiga ukrop yoki kashnich, zelenidan foydalanamiz. 1 dona chesnok solamiz va ortib qolgan piyozli qiymamizni ham chetiga solib qo'ydim, isrof bo'lmasligi uchun. 1 kosa suvga 1 choy qoshiqda tomatni solib yaxshilab aralashtirib, buni ham quyib yuboramiz. Tomatli sosimizni quyib olganimizdan so'ng qozonimizni qopqog'ini yopib, qaynab chiqishini kutamiz. Xuddi shunaqa yaxshilab sharaqlab qaynab olgandan so'ng yana olovni pastlatamiz va 35 daqiqaga qoldiramiz. Assalomu alaykum. O'zbek Qaynona TV obunachilari, kimga sifatli oshxona mebellari kerak bo'lsa, xudo xolasa shu ishni taklif qilamiz. Sizlarni aytganinglardaqa qilib chiroyli holatda qilib berishadi. Materiallari ham o'ta zo'r. Mana bunlik ishlatilgan mebellar, ishlatilgan materiallari ham o'ta zo'r sifatlidan foydalanishgan. Akalar, o'zinglar baho berasizlar. O'zbek Qaynona TVdan nomidan chiqsanglar, ancha bonuslari ham bor, xudo xolasa. Pastda nomini qoldiramiz, aloqaga chiqib, murojaat qilib, 12 ta viloyatga dastlabki qilib, uylarga o'rnatib ham berishadi. Bugungi obedimiz tayyor bo'ldi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Ushbu taomimiz juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Mazza qilib iste'mol qilasiz.
Hozirgi kunlarimizda vitaminga boy bo'lgan karomlarimizni xohlagan turda pishirib iste'mol qilishimiz mumkin. Albatta sezonida mazza qilib yeb olishimiz kerak. Barchaga rahmat, ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.